Hayzdorlarning Qur'on Karimning Uyg'urcha tarjimasini o'qishi. Savol. Assalomu alaykum. Ayollar hayzdor holatda Qur'on Karimni o'qisa bo'lmaydi. Undaqda hayzdor holatda Qur'on Karimning Uyg'urcha tarjimasini o'qisa bo'lamdi. Bu yerdagi ba'zi ustozlar fatvo berib, hayzdor tarjima Qur'on o'qisimi, hatto bismillah desimi, oyatning arabchisini ko'nglida o'ylasimi bo'lmaydi dedi. Ba'zi kitoblarda men hayzdor Qur'ondagi sura Fatihadek ba'zi oyatlarni duo tariqasida o'qisa bo'ladi deb ko'rgan edim. Bularning qaysi to'g'ri? Bularga aniq hukm bormi? Alloh dunyo va oxiratda ajrlarini bersin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Kuchli qarashga asosan hayzdorlarning Qur'onni tafsirini va tarjimasini tutib yoki tutmay, yoki qarab o'qishi joizdir. Shundaqdimi, bu olimlar o'rtasida ixtilof bo'lgan masala bo'lg'achqa, palay bilan tutib o'qig'ini afzal. Aslida hayzdorning g'usl qilishdan burun Qur'on o'qishi joiz bo'lmaydi. Buningdan faqatla duo yoki zikr tariqasida aytilganlari mustasno degan qarash ko'pchilik olimlarning qarshidir. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayzdarmi, junubmi Qur'ondan hech nima o'qimaydi degan. Lekin bu hadis barliq muhaddislarning nazarida zaifdir. Bular yana hayzdarni junubga qiyos qilib, har ikkisi g'usl vojib bo'lgan kishi, balki taxa hayzdarning tahoratsizligi taxamu ta'kidlik degan. Ular dalil qilib ko'rsatgan hadislarning ko'pinchisi sahih holatda isbotlanmagan yoki sahih deb qaralgan taqdirdami ta'vil qilg'ili bo'ladigan hadislar bo'lg'achqa, Imom Malik va Buxoriy qatorliq ba'zi olimlar Hazrati Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning junub kishi Qur'on o'qisib bo'laverdi deb qaraydiganligini, Ibrohimning hayzdor bir oyat miqdori o'qisib bo'ladi deganligini, yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam barliq holatlarda Allohni zikr qilib turadi degan hadisni asos qilib, zikr degan Qur'on o'qish bilanmi bo'ladi. Shunga junub va hayzdorlar Qur'on o'qisib bo'ladi deb qaragan. Said ibn Musayyabdan junub kishi Qur'ondan bir narsa o'qimdi deb so'ralganda, u ha deb javob bergan. Bular yana mundaq dalil ko'rsatgan. Birinchi, joizlik asli hukm bo'lib, hayzdorning Qur'on o'qishini cheklaydigan sahih, aniq bir dalil yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonida ayollar hayz ko'radigan turuqliq, Rasululloh ularni zikr bilan duo qilishdan to'smagandekla, Qur'on o'qishdanmi to'smagan. Ikkinchi, hayzdor junubdan farqliq. Chunki junub o'z ixtiyori bilan junublikni yo'qota oladi. Hayzdor saqiyishni kutib turmay, boshqa chora topolmay, hayz muddati uzrib ketadi. Uchinchi, hayzdorni Qur'on o'qishdan cheklash o'qitishda Qur'onni unutib qolishga ilib boradi. Bu ixtilof oldida Qur'on o'quvchi va o'qituvchi qiz-cho'kanlar qanday qilish kerak? Ular har oyda bir hafta yoki uningdan ko'p Qur'on o'qiy olmay yoki o'qitolmay, yada olganlarni unutib ketib qoladi-ku. Albatta, Imom Buxoriy va Imom Malik qatorliq olimlarning qarashi bo'yicha o'qisa bo'ladi. Ko'pchilik olimlarning qarashiga kelsak, ulardan ba'zilari o'qituvchi odat ko'rganda bir so'zdan o'gitadi degan. Imom Tahoviy yarim oyatdan o'qiydi degan. Yarim oyat o'qisa bo'ladi degan qarash Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan rivoyat qilingan. Yana ba'zilar baq qisqa oyat bo'lsa mayli degan. Meningcha, bugungi kunda Qur'on Karimni yodlash va o'qitish ishlarining uzilib qolmasligini ko'zda tutib, hayzdor xonim qizlarga o'qitish va yodlash doirasida ruxsat qilish kerak. Bu yuqorqi sahih dalillarga asoslanadi. Shundaqla islom ruhiga zid kelmaydi. Imom Malik rahmatullohi alayhi hayzdor Qur'on o'qisa bo'ladi deb ruxsat qilgan. Bu Imom Ahmad rahmatullohi alayhidan kelgan bir qarashdir. Taqa Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi ayol kishi Qur'onni unutib qolish xavfi bo'lsa, hayzdor bo'lsa-mu Qur'onni tashlamay o'qishi vojib bo'ladi deb qaragan. Hayzdor Qur'onni dili bilan o'qisa albatta bo'ladi. Zikr yoki duo niyatida Fatihani yoki duo mazmunidagi oyatlarni o'qish Hanafi va boshqa mazhablardagi to'g'ri hisoblanadigan qarashda makruh bo'lmaydi. Zikr qilsa, tasbih, tahlil va durud aytsa makruh bo'lmaydi. Buning dalili ijmo bilan sahih hadislardir. Junub, hayzdor va nifoslarning Qur'onni tutishning joiz bo'lmaydiganligida 4 mazhab orasida ixtilof bo'lmasa-mu, bir qism olimlar tutsa bo'ladi deb qaragan. Ko'pchilik bu oyatni dalil qilgan. Shak shubhasizki, u ulug' Qur'ondir, saqlangan kitobdir. Uni faqat pok bo'lganlarla tutadi. Voqea surasi 77-oyatdan 79-oyatlargacha.
Ular oyatdagi kitob degan so'zni Qur'on deb tafsir qilgan. Yana Qur'onni faqatla pak kishilar tutadi degan hadisni, yana Qur'onni faqat pak holatda tutgan degan hadisni dalil qilgan. Lekin ularning dalillari e'tirozga uchragan. Oyatga qarata berilgan e'tiroz shuki, oyatdagi kitobdan maqsad lahu mahfuzdir. Pak bo'lganlardan maqsad farishtalardir. Yoki kitobdan Qur'on maqsad qilinsa, pak bo'lganlardan maqsad shirkdan pak bo'lganlardir. Chunki mushriklar nejisdir. İmam İbnül Qayyim rahmetullahi alayh At-Tibyan fi aqsamil Qur'an degan kitobida kitobdan maqsad farishtalarning qo'lidagi lahu mahfuz ekanligiga 10 tarafdan dalil keltirgan. Ko'pchilik dalil qilgan hadislarga qilingan e'tirozlar shuki, birinchi hadis zaifdir. Raviylar orasida zaif raviy bo'lg'achqa Imam Ibn Hazm va Imam Navaviy bu hadisni zaif degan. İmam İbn Abdulbar va Hakim qatorliq olimlar, shundaqla keyingi olimlardan Shayx Albanining Irvaul G'alilda sahih degan bahosiga asoslangan taqdirdami, hadisdagi pak bo'lg'uchi degan so'z musulmon kishiga, tahorati bor kishiga, g'usl qilib junublikdan pak bo'lgan kishiga, shundaqla badanida najosat bo'lmagan kishiga o'xshashla ishlatadigan o'rtaq bir so'zdir. Musulmon kishi maqsad qilinish ehtimoli kuchlik, chunki Qur'onda mushriklar nejisdir degan. Undaqda hadisning ma'nosi mundaq bo'ladi. Qur'onni faqatla musulmon kishilar tutadi. Hadisdagi pak bo'lg'uchidan tahorati bo'lsin yoki g'usl qilib junublikdan pak bo'lgan kishi bo'lsin yoki badanida najosat bor kishi bo'lsin, mu'min kishi maqsad qilinadiganligi chiqib turadi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahihaynda mu'min degan najos bo'lmaydi degan. Ikkinchi hadisda zaiflik bor. Chunki raviylardan birida ko'z qarash o'xshash emas. Azalliq olimlar tusi bo'ladi degan qarashiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Herakliusga oyat yozilgan maktub yo'llaganligini, Herakl va uningdan boshqa maktub yo'llangan mushriklarning junublikdan poklanmaydiganligini dalil qilgan. Ko'pchilik buningga maktub degan Qur'on deb atalmaydi. Biror oyat bor maktub va ba'zi diniy kitoblarni tutsa hech gap bo'lmaydi deb e'tiroz bildirgan. Har holda cheklash dalillari e'tirozdan saqlanib ketilmagan. Shundaqdimi Qur'onni hurmatlash jihatdan junub, hayzdor va nifosdarlarning uni tutishi hech bo'lmaganda palay yoki shuningga o'xshash bir narsa bilan bo'lsa afzal. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 1-tom, 38-numorliq fatvo.